ertalabdan to kechgacha na oqibatni, na ibodatni, na savob ish xayolingda yo'q. Simu zar yig'ish bilan ovorasan. Oqibatni ham yig'ishtirib qo'yding. Farzand tarbiyasini ham yig'ishtirding, ibodatni ham yig'ishtirding, simu zar yig'ish ovorasidasan. O bu dunyodan olib ketadigan sarmoyang shuncha yugurib yelganing bilan bir gaz kapan. U bir gaz kapan ham Alloh nasib etsa bo'ladi, nasib etmasa bekapan ham ketib qolasan. Qarang, janozalarda